Assalomu alaykum. Akalar, haqiqatan ham biz to'pli idealdan katta yo'l oldik. Qo'ydik. 10 minutda aka xonalar suv 50 ga chiqdi. Men haqiqatan ham ishonmagan edim. Bir 20 minutda uji batareyalar usha bo'lmaydigan holat bo'ldi. Men haqiqatan ham ishondim. Mana 1 yil 2 yil bu yil ikkinchi chiqish. Bu yil ikkinchi chiqishdi. Ikkinchi chiqishga ukamga yoqib qolib, yana o'sha yerdan borib to'pli idealdan olib keldik. Haqiqatan ham ukam ham maza qilyapti, biz ham. Maza qilyapmiz. Bir qopalik 40 kilolik hokadan olib kelib tashiyman. 25 soat, 26 soatga aka havo olmayman. Bitta zapravka 25, 26. Kech payt ishdan kelaman, o'sha 6 larda tashiyman, o'sha 40 kilolikdan bitta. Ertasi kunga o'sha mahaldan dashi o'tib ham ketyapti 1-2 soat. Agar to'ldirib qo'ysam 30 soat ketgan vaqtlari ham bo'ldi. Bitta zapravka. Bitta zapravkada. Undan oldin omali qo'l bola bitta katta yo'l olib keldim. Bir 3 kun aka to'g'ri gap juda qiynaldik. Keyin sizlar tavsiya qilishdi. O'sha to'pli idealda topib borib oldim, haqiqatan ham maza qildim aka, zo'r. Bo'ldi. Sizlar ham kirib ko'rsalaring ham aka, misol. Bo'ladi. Katta yo'ldan ko'rsatamiz hozir. Yuravering aka, xohlasa. Kelaylik. Yo, bismillah. Sizlar ham Rahmon akamizga o'xshab turib, qishda maza qilib issiq uyda chiqarmoqchi bo'lsalaring, teplayzalga aloqaga chiqib o'rasizlar. Rahmon aka uchastkalar ham yangi ekan, aka, xudo xolasa remontda. Ha, yangi. Mashaqda aka mashitimdan va 7 xona polniy aka siyapti. 7 ta xonani bemalol siyapti aka. Gum aka. Bo'ldi, juda ham chiroyli holatda uy. Hammamizga nasib qilsin shunaqa chiroyli uylar. Endi bunaqa chiroyli bo'lgandan keyin yaxshi isitish uchun zavodiy kachol kerak bo'ladi. Teplayzalga murojaat qilsalaring, ham avtomat, ham pol avtomat kachollardan qilib beramiz, xudo xolasa. Endi kacholni bitta ko'rsatamiz. Mana hozir kacholni oldiga ham keldik. Rahmon aka bitta yonishini ham ko'rsatamiz. Bo'ldi aka. Aka, mana yonishini ko'rsatamiz aka, mana. Xudo xolasa, juda ham chiroyli holatda yonyapti. Suvning harorati ham 70 ga chiqdi. Mana. Kacholni ichida 200 gradusda ayonli izolyatsiyasi bor kacholda. 12 holat. Kachol polni ishlayotgan muzli holatda uziklonni ko'rib turibsizlar. Tashqariga o'rnatishgan, hech qanaqa atrofda kachol xona yo'q. Izolyatsiyani hisobiga bemalol turibdi. Hamma ham ishli bo'ladi. Tutun ham ko'rinmayapti ishlayotgan holatda ham aka. Aka, ishlayotganda ham tuta qanaqadir Yo'q. Hech qanaqa muammo yo'q aka. Kechasida turib o'chib qoladi. Yo'q. Men kech payt misol men ishdan kelib bitta zapravka qilaman. Shu ertaman turaman, yana yeb ichib ishga ketaman. Kech payt ishdan kelganimda o'sha vaqtidan o'tib ketyapti. 24 soat, balki 1 sutkadan o'tib ketadi. Shu bir qop hoka bilan. Bo'ldi aka. Rozimisiz aka, birinchi o'rinda rozilik, faqat olis fikringiz kerak. Ya aka, men olinglar, haqiqatan ham zo'r ekan. Bo'ldi. Bitta uyda uchun radiatorlardan ko'rsatib qo'ying, shuni aka. Bo'ldi aka. gradus radiatorlar ham. Bu yaxshigina issiq. Shu protsess qo'lni kuydiradi aka. Uylar issiqmi axir aka? Aka, uylar issiq, maza qilyapmiz o'g'lon aka. Bolalar ham bemalol. Bolalar aka futbolkali bemalol yuradi kech payt. Bemalol aka. Xolisona aka. Xolisona. Bo'ldi. Sizlarga ham olinglar, men to'pli idealda haqiqiy men juda ko'pchilikka maqtadim. Meni o'rtoqlarim men borib sizdan olib keldi. Haqiqatan ham hammasi xursand. Aka, maza qildi haqiqatan. Aka, birinchi o'rinda aka teplayzal uchun klient roziligi. Sizlar bergan pullarga rozi bo'lsalaring, keyin biz baraka topamiz. Sizlarga shunaqa kachol kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, chiroq qilib beramiz. Sababini qilib, ko'mir yaxshisini solib, misol uchun sistemada muammolar bo'lmasa, kachol isitmay, bo'ldi, boshqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol uyga qaytarib beraveramiz. Aka, buni eng qizig'i, misol o'tin kunduzi tashab qo'yasiz. Mana endi katta to'ngaylar bo'lsa, ashlar ham 5-6 soatga bemalol yetkazarkan alija. Hali hokaga ulgurmay qolgan paytingizda o'sha tomonlari ham zo'r ekan buni. Yoqilg'i tanlanmas ekan. Shunisi juda bizga qulay bo'ldi, yaxshi. Bo'ldi aka, yo'lingiz sog' bo'lsin aka.